O'zbek futbol muxlislari bugun juda katta xursandchilik va o'ziga xos xafagarchilikni boshidan o'tkazyapti. Biz katta natijalarni istayotganimizda o'zimizni imkoniyatlarimizni ongsiz ravishda yuqori baholab boramiz. Istaklarimiz o'xshamagandan keyin asabiylashamiz. Bu psixologiyada frustratsiya deb ataladi. Bunday vaziyatlarda bor fokusni, diqqatimizni plyuslarga, ijobiy holatlarga qaratmasak, vaziyatimiz, ayniqsa muxlislarning ruhiy holati yomonlashaveradi. Sportchilarni, trenerlarni tanqid qilish, so'kish, haqorat qilish muxlislarni birinchi navbatda ruhiy holatini yomonlashtiradi. Bu sportchilarga e'tibor beradigan bo'lsa, sportchilarga ham ruhiy holatiga zarar yetkazib qo'yishimiz mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, biz 50-o'rinda bo'la turib, dunyoning 13-o'rinda turadigan jamoasiga qarshilik qildik bugun. Jahon chempionatida birinchi marta ishtirok etyapmiz. Jahon chempionatida birinchi gol urdik. Ijobiy narsalarga e'tiborni qarataylik. Muxlislikni faqat ijobiy, pozitiv muxlislik qilishga harakat qilaylik. Haqiqiy 12-o'yinchi bo'lishga harakat qilaylik.